Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz insonlar, bizni kuzatib boradigan insonlar. Bugun mana Juma ayyomi bilan chiqdik. Sizlarga hozir bir bo'g'imlar uchun, qovoq buyrak sovuqliklari uchun, bo'g'imim yaxlaydi, oyoq qo'llar yaxlaydi degan kasalliklarni, mizoj sovuqliklari uchun ajoyib bitta muolajani aytaman hozir. Xudo xolasa buni hozir jumadan keyin qilganimiz sababi biz aslida soat 9-10 larga yaqin qilsangiz yaxshi bo'ladi. Bu qanaqa usul? Havo hozir birdan o'tdi. Mana shu holatda yalang mana shu tarzda mana shu 100 metrgacha, 120 metrgacha yurib boramiz. Oyoq yalang issiqda yurish, misol uchun o'sha yurgan vaqtingizda umurtqadan tepagacha, boshgacha, bo'yin umurtqasigacha qiziydi, isiydi, terlaydi. Qayerlarda bo'g'imlarda namlik, sovuqlik bo'lsa, o'sha a'zo qiziydi. Qanaqa holatlarda mumkin emas? Misol uchun ayollarimizda achadonda miyoma bo'lsa, erkaklarda prostata bezi atrofida yoki o'zida o'sma bo'lsa mumkin emas. Bu muolajani kunora har kuni qilsangiz ham bo'ladi. Kunora kunda qilsangiz, umumiy mizojingizni isitadi, sog'lig'ingizni haydaydi. Alloh o'zi shifoni berib qo'yibdi, faqat ozginagina aql yurituvchi bo'lsak, xudo xolasa yaxshi natijalar bo'ladi. Bu videomizni bo'g'imim yaxlaydi, oyoqlarim og'riydi, shamollash bor, revmatizm bor deb nolib yurgan insonlarga jo'natib qo'ysangiz manfaatli bo'ladi va savob bo'ladi degan umidamiz.